Qiziq bir narsa haqiqat bor-da do'stim, hayotda. Biz nimaga chiranmaylik, nimaga urinmaylik, baribir bizga yozilganidan boshqasi bo'lmaydi. Biz harakat qilamiz, maqsadlar qo'yamiz, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, rejalar tuzamiz, orzu-havaslar qilamiz, lekin mana shu orzu-havaslarimiz agar bizga yozilgan bo'lsagina ro'yobga chiqadi. To'g'ri, yaxshi niyat, yarim mol degan gaplar bor. Ammo faqatgina yaxshi niyat bilangina ishlarimiz bitib qolmasligini ham bilamiz. Ko'p muvaffaqiyatli insonlarni Instagram bo'lsin, YouTube bo'lsin, Telegram bo'lsin, TikTok bo'lsin, hammasini, ya'ni muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ko'ramiz, lekin uni ortida minglagan muvaffaqiyatga erisha olmay qolgan, mehnat qilib turib mehnatini natijasini ko'ra olmay qolgan odamlarni ham esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bu bilan harakatdan to'xtab qolish kerak degani emas, lekin harakatni asos deb bilish kerak emas. Mani muvaffaqiyatim faqatgina Allohga bog'liq degan holatda harakat qilganimiz yaxshiroq. Shunda qalbimiz taskin topadi. Allohni bizga yozganiga rozi bo'lishligimiz kerak. Axir iymon kalimasida val qadari xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala degan ibora bor-ku axir. Qadarning yaxshisi-yu yomonini Allohdan ekanligiga iymon keltirdim degan kalima bor. Bu asl mo'minlik, asl musulmonlik kalimasidir. O'zingga ishon, o'zingni maqsadingga ishon degan iboralarga ko'p ham ishonib ketaverma. O'zingga ishon degan odamlar 5 minutgina jonini kafolatini bera oladigan bo'lsa ishonish kerak bularning gapiga. Biz qo'limizdan kelganicha, Alloh bergan bizga iqtidor yetganicha harakat qilamiz. Natijani Allohga tashlaymiz. Mana shu eng to'g'ri va haqiqatga molik bo'lgan yo'llardan. Do'stim, adashib ketmaylik iltimos.